Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sotuvga bitta uyimiz chiqdi. Manzilni bilasizlar, Land House kompaniyasi tomonidan qurilgan 16 qavatlik novostroykalar. Bu yerda uyim birlamchiga sotilyapti. 11-qavatda 16 qavatli bino o'zi. Yaxshi sharoit, ichi patli uchib bitgan, oshxona mebellarigacha qo'yilgan, yaxshi xonadon, ulgurib qolgan. Bunaqa narxda bunaqa kvartiralar kamdan kam chiqadi. Uyimizda yaxshi plashadkalari bor. Parkovkalardan ko'rib turibsizlar, shuni Urizor bozorining yonida, Arentirdan tushuntirib o'tib ketaman. Bu yoq taraf Uchtepa tumaniga kiradi. Ikkita lifti bor, generator va quyosh batareyada ishlaydi. Yaxshi sharoitlarga ega hamma xonadonimiz. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar. Bu uyimizda birlamchiga chiqadi. Video davomida ko'rsanglar, sizlarga narxlari bilan hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Hurmatli obunachilar, uyimizga ham chiqib oldik. Urizor Rezidence'dan uy xarid qilib olaman degan yurtdoshlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun yaxshi uyimizni sotuvga chiqdi. Ko'rib turibsizlar, shundoq quyoshga qarab turgan. Kun motorda ham bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Zo'r uyimiz, sharoitlari ham yaxshi. Bu hozir zalda turibman, bu yoq balkon chiqarish. Ko'rib turibsizlar. Narxlarni baribir videoda aytmayman, opsiyada yozib qoldirganman. Bu yoqda koridor, bunisi spalni, bunisi oshxona mebellari tayyor. Bemalol kirib, gilam-pilamlaringizni olib kelib yashasanglar ham bo'laveradi. Yaxshi xonadon, shinam xonadon. Narxlari ham hamma qo'yib qo'ydik. Narxlari arzonroq, shoshilib qolinglar. 17,5% dan chiqarib beramiz birlamchi kreditga. Subsidiya chiqqan Toshkent shahar propiskasidagi bo'lgan odamlarga ham chiqarib beramiz. Yaxshi narxda, yaxshi kvartira chiqdi. Ulgurib qolinglar. Telegram kanalimga o'tsanglar, Telegram kanalda rasmlari bilan narxlarni ham qo'yganman. Bemalol rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Bunaqangi variant kamdan kam sotuvga chiqadi. Primo egani o'zidan. Pastda opsiyadagi nomerni qoldiraman, batafsil tushuntirib beraman. 17,5% dan 20 yilgacha chiqadi. Oylik to'lov tak 7 million 100 million 150 atrofidan chiqadi. Ostatga so'mlar 480 million. Boshlang'ichingizga 21,5 ming ketadi. Subsidiyaga bo'ladigan bo'lsa 19,5 ming atrofi bo'ladi. Narxini xudo xolasa kelishtirib ham beraman. Aytganimdek narx opsiyada qoldirdim. Qolgan общий summasini.